Voqea taxminan 4 yil oldin sodir bo'lgan. Anonim qolishni istayman, shuning uchun joyni aniq aytmayman. Lekin bu Toshkentda shimoliy qismida bo'lgan. Men bu yerda butun umrim yashaganman, lekin otamning Andijondagi uyida ham bir nechta tajriba bo'lgan. Yosh edim, lekin bu boshqa bir hikoya. O'shanda men ishlayotgan joydagi taxminan 30-40 daqiqalik masofada joylashgan turar joy majmuasida yashardim. Ishimda kechki smenada edim. Shuning uchun uyga qaytishim ko'p hollarda bo'sh qorong'u yo'llarda kechardi. Men kunlarning birida ishdan chiqdim. Aniq bilaman, juda ham charchagandim. Buni yana qaytarishim ham mumkin. O'sha kuni mashinada musiqa yoki podkast tinglab ketayotgan edim. Qaysi biri ekanini ham eslay olmayman. Faqat juda charchaganimni eslayman. Yo'l bo'yidagi ariqdan o'tayotganimda birdan faralarim biror narsani yoritdi. Bu nima ekanligini to'g'risi bilmayman, ammo o'sha paytdagi holat juda ham qo'rqinchli edi. Men buni atiga bir necha soniya ko'rdim, lekin qasam ichamanki, bu rangpar taxminan 18 metr uzunlikdagi yerdan baland bo'lgan jonivor edi. Uning qornida ko'zga o'xshash narsa bor edi va ba'zida uning 6 a'zosi, ba'zida esa 4 ta qo'shimcha a'zosi borligini ko'rganimni eslayman. Ehtimol bu tafsilotlar mening yo'lga e'tibor qaratishga urinayotgan holatimda aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Bu narsa kolodis betondan sudralib chiqib, uyning hovlisiga qarab harakatlanayotgan edi. Men tezlik bilan u yerdan o'tib ketdim va 2 marta ko'rganlarimni eslab o'zimni so'roq qildim. Bu rostmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Qanaqasiga? U maxluq ham menga g'alati holatda kuzatib qolardi. Uyga qaytayotganda faralarim yo'ldagi soyalarni g'alati tarzda yoritayotganini sezdim. Hatto bir necha kun davomida o'sha effektlarni takrorlashga harakat qildim, lekin hech qachon o'sha kechadagi kabi bo'lmadi. Hattoki ko'zimning chetiga qarasam ham jur'at eta olmasdim. Bu haqda juda ham ko'pchilikka aytib berdim. Mening qo'rquvimning cheki yo'q. Xayolimni hech narsa chalg'ita olmaydigan darajada qo'rqib ketgan edim. Ishoninglar, bunday holatga tushishni hech kimga tavsiya qilmayman. Men hamkasblarimga bu haqida aytganimda faqat hazil bilan "katta oyoqlarni ham ko'rdingmi?" deya kula boshladilar. Bu meni qanchalik ta'sir qilganini sezmadilar ham. Bu holat balki menda chuqur iz qoldirgan bo'lsa kerak. "Ha, mayli" deb ularga qo'shilib kula boshladim. Miyamning kichik bir qismi buni haqiqiy deb aytadi. Chunki o'sha kechadagi illyuziya emas edi. O'sha kechadagi hodisa sudraluvchilar haqida eshitgan narsalarimga o'xshardi. Hatto internetda shu mavzudagi guruhlarni kuzatishni boshladim. Hozir bir necha kishiga bu voqeani aytganman, lekin ko'pchilik buni darhol rad etadi. Iltimos, sizlar ham tunda qorong'u ko'chalarda yurar ekansiz, birozgina ehtiyot bo'linglar. Chunki bu kabi maxluqlar haqiqatda ham bo'lishi ehtimoli bordir balkim. Hammaga xayrli tun.